Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Alloh xayrli qilsin, kunimizni barakotli, o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Do'stlar, bir mavzu to'g'risida yana sizlar bilan yo'l suhbatlari janrida davom etamiz. Ovozlarimiz yaxshi boryapti menimcha. Do'stlar, hozir san'atkorlar, artistlarni soliq to'lashi to'g'risidagi mavzular ko'tarilib, rosa trend bo'lyapti. Ba'zi san'atkorlar to'lashimiz kerak deyapti, ba'zilari nimaga to'lashimiz kerak deyapti. Bu mavzuni men gapirmayman, lekin to'lash kerak degan tarafdoriman. Men boshqa mavzuni, mana shu mavzuga aloqador bo'lgan blogerlar mavzusini ko'targan edim. Esinglarda bo'lsa, shu mavzuni yana ko'tarish kerak. Mana shu soliq to'lash fonida. Chunki do'stlar, men blogerman deb, xalq dardi, xalq ovozi deb, xalqning nomini sotib, orqasidan muammoli masalalarni olib chiqaman men, xalqqa beraman qilib 20 millionlab so'm pul olayotganlar, 50 millionlab pul olayotganlar shartnomaga qo'y qo'ydirib. Ular mana shu pulini, solig'ini to'lash kerak. Hozir ham to'layapti-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, juda aksariyati to'lamaydi. Soliq to'lashligini ta'minlash uchun blogerlarni litsenziyalash kerak. Artistlar nima uchun ba'zilari dodvoy solyapti? Chunki ularning litsenziyasi bor. Artist degan ya'ni hujjati bor. O'sha hujjatdan foydalanib to'yga boradi, konsert beradi, boshqa narsa qiladi. Shularning orqasidan ko'rinib turadi topgan puli. Ko'rinib bilinib turadi. Demak, buni solig'ini to'lash kerak. Ha, blogerlarchi? Men blogerman deganlarni litsenziyasi bori ham bor, yo'g'i ham bor, shalaysi ham bor, valaysi ham bor. Shalay-valay bo'lib ketdi. Blogerlik kisvasi, maskasi ortida xalqni dardi degan shiordan foydalanib, prezidentimizning ochiqlik siyosati degan gaplarini qurol qilib olib, nima ishlarni qilishyapti? Blogerman deganlar. O'shaning uchun o'sha blogerlarni litsenziyalash, tartibga solish, ularni ham topgan daromadini soliqqa bog'lash kerak. O'shanda mana reklamalar uchun ham ma'lum mashhur anaqa bo'ladi, ko'rinadi. Reklamaga pul olinadi, o'sha puldan soliq to'laydi. Zakot to'laydi-ku, zakot o'zini e'tiqodi u. Albatta, musulmon odam puli nisobga kelsa zakot to'laydi. Lekin soliq vaz'iy qonun deyiladi. Buni qadimdan ulamolarimiz ta'kidlab kelgan. Islom ulamolari ham soliqni ham to'lanadi, soliqdan qochilmaydi. Chunki soliqdan davlatchilik shakllanadi-da. Bu hozircha davlatchilikni qovurg'asi to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu boshqa bahs bu. Men misol uchun aynan soliqdan shakllanishligi tarafdori emasman o'zi. Davlatchilik taklif bo'ladigan bo'lsa, masalan, Farobiyni davlatchilik haqidagi fikrlari, Arastuni davlatchilik haqidagi fikrlari, bulardan o'rganib davlatchilikni kelajakda shakllantirish bu alohida mavzu bu. Hozirga tegishli emas. Lekin soliq ustiga qurilgan, soliq bilan shakllanadigan davlatchilikda soliqdan qochishlikdan qaytargan. Hatto Ibn Taymiya Al-Mazalimul Musharaka degan kitob yozgan bu haqida. Mushtarak zulmlar, ya'ni ko'pga kelgan to'y ma'nosida. Ko'pga kelgan to'y bu, hamma ko'tarish kerak uni. Blogerlar do'stlar, litsenziyalanishligi kerak. Ko'proq shuni olib chiqishimiz kerak. Ana o'shanda saragi sarakka, puchaga puchakka chiqadi. O'qigan, o'qimagan, ya'ni saviyasi bor yo'q, oliy ma'lumotli, o'rta ma'lumotli murojaat qilayotgan odam ham kimga murojaat qilayotganligini ko'radi. Blogerlar PRdan ish ko'ryapti. Masalan, eng oxirgi mavzu, bu mavzuni menimcha oxirlab qoldi. Lekin boshidan hozirgacha va hozirda vaziyat qanaqa, xalqimizning fikri bu haqida qanday shakllandi, shu to'g'risida qisqaroq gapirsam.
Furqat tumanidagi Gulra'no Qosimova bilan Qurbonali soliqchini mavzusi. Bu mavzu boshlanganidan to o'sha ularni zapal videosi chiqib ketgunga qadar ming afsus bilan xalq ichki ishlar tizimiga nafratini to'kdi. So'kdi uni, haqorat qildi, otish kerak, yo'q qilish kerak qildi. Va sud jarayonlari davom etar ekan, sud jarayonlari. Sudga qatnayotgan blogerlarni birortasi sudni xolis yoritmagan. Birortasi. Siroj Media bormi? Otabek Jo'rayev bormi? Kim sudga qatnashgan bo'lsa, sudda bo'layotgan hodisani tashqarida to'g'ri yoritmagan. Sud ketavergan, tashqariga chiqqanda bu blogerlar urib yechintirilgan sizsiz-ku, sizni urib yechintirishdi-ku bular, ichki ishlar tizimi chiri bo'ldi degan fonni beraverishgan. Eng oxirgi sud 27 oktyabrmikin yoki bilmayman, esimda yo'q. 27 ekanda, 27 kuni masalan 28 kuni bo'lgan bo'lsa, 27 kuni Gulra'no Qosimova suddan chiqarilib olganligini fonida Saida Mirziyoyevnaga murojaat deb Siroj Mediani profilida video qilgan. O'sha videoda bir kun oldin 27 kuni misol uchun o'sha videoda butun boshli ichki ishlar, sud tizimi, bitta qizni, bitta ayolni, bitta mushtiparni haqlarini poymol qilayotgandek, uni sud zaldan haydab chiqarib yuborgandek, jabrlanuvchi-yu lekin aybdordek muomala qilayotgandek fon berishgan. 27 kuni shu hodisa bo'lgandan keyin 28da ikkita xodimga srok berib olishgan. Bu joyda sud medianing bosimidan ta'sirlanmagan deb bo'lmaydi. Agar sud o'sha 28 kuni bir kun oldingi videoni e'tiborga olmasdan, qoidaga qarab, huquqqa qarab o'sha ikkita xodimga, ichki ishlar tizimiga, ya'ni aloqador xodimlarga ozgina yengillik bersa to'polon bo'lib ketardi. To'polon bo'lish xavfi bor edi. Mana sudlarning ahvoli, mana bitta xotinni urib yechintirgan xodimlarga ozodlik berib yubordi. To'polonni poylab turishgan edi. Tashqaridagilar ham hattoki. Tashqaridagilar ham poylab turgan edi. Aynan Geytus va uni jirkan jamoasi poylab turgan edi bu masalani. Xo'p, Gulra'no Qosimova haqiqatda urilganmidi, yechintirilganmidi? O'sha joydagi sahna Shekspir sahnasidek sahnalashtirilganmidi? Bularning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Sud jarayonlari mana tugadi, muzokara bo'ldi, oxirgi muzokara. Birortasida isbotlanmadiki urib yechintirilgani. Blogerlar urib yechintirilganga urg'u beraverdi, xalqning hissiyotiga urg'u beraverdi. Siroj o'sha oxirgi videosida Gulra'no bilan suddan bir kun oldin urib yechintirilgan siz-u. Nimaga sizni chiqarib yuborishadi? Qilganda orqasida Sarvarani ashulasini qo'ydi. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor degan ashulani. Endi fonda manaman degan odam, bizni o'zbek xalqimiz hissiyotga boy xalq, qalbi yumshoq xalq, ishonuvchan xalq, mehmon do'st xalq. Chetdan kelganlar aytayapti-yu, bir eronlik anaqa bor. Bloger bor, Barno degan. Dunyo bo'yicha sayohat qiladi. Shu deydi, o'zbeklarning bir joyi menga yomon ta'sir qildi deydi. Masalan deydi, yo'l harakati qoidasi buzildi, bir kishi mashinasini turtib oldi deylik. Tushganda birinchi qo'l berib so'rashadi. Keyin janjal boshlashadi deyapti. Bizga odatiy hol, haqiqatda urushga kelgan odam ham birinchi qo'l uzatadi, qo'l berib so'rashib, keyin urush boshlanadi. Agar chegaradan chiqib ketmagan bo'lsa, birinchi qo'l berib so'rashiladi. Bu deydi, ajoyib bunaqa ekan deydi. Bunaqa narsani men boshqa joyda tasavvur qilmayman deydi. Bu bizni xalqimizni mehmon do'stligi, andishaliligi,
bundan foydalanishdi blogerlar. O'sha Siroj Media shu narsani qilgandan keyin ertasi kuni sud boshqa yo'l topolmagan menimcha. Agar ozgina yengillik berganda edi, problema bo'lardi. Blogerlar sudda bo'layotgan ayblash, nima asosda ayblanayotganligi to'g'risidagi mavzuni birortasini ko'tarmagan. Sudda urgani, yechintirgani, sahna yaratgani haqida bir og'iz gap bo'lmagan. Sud boshqa narsani. Bu xodimlar xizmat doirasidan tashqariga chiqqanmi, yo'qmi? Hujjatlarni to'g'ri qilganmi, yo'qmi? 02 ga qilgan soxtami yoki haqiqiymi? Mana shuni tekshirish bilan ovora bo'lishgan. Ana ikkalasini bo'pti, nima yegan bo'lsa yegan. U bizning qonunchilikda taqiqlanmagan, nima qilsa qilaversin degan xulosa bilan davom etgan. Bu ikkalasi hatto hozir shunaqa gaplar chiqyapti. To'polon bo'lganda bu ikkalasi tergov emas, shaxsini aniqlashga olib ketayotganda soliqchi telefoni qo'lida bo'lgan, 3-4 ta tanishlariga telefon qilgan, kimlargadir ular keyin Akmal nachalnik militsiyaga telefon qilishgan, bo'ldi, qo'yaveringlar degan va o'sha joylarda Gulira'no bilan Qurbonali biz bir-birimizni sevamiz, nikohdamiz, shar'iy nikohimiz bor degan deyishyapti. Mana shu gapni gapirishgan, keyinchalik eri yetib kelgandan keyin hayron qolishgan. Bu ikkalasi nikohdamiz deyishyapti, buni eri bor ekan-ku deyishgan. Naqadar bu haqiqatga yaqin, uni vaqt ko'rsatadi. Lekin bular %100 xalqni aldashgan, hissiyotidan foydalanishgan. Xalqning hissiyoti bularga qurol vazifasini o'tagan. Muzokarada Akmal Qurbonaliga aytdi, shularni aytibdi hammasini. Erkak bo'l degan. Kecha ham aytdim men. Qurbonaliga erkak bo'lish kerak. Hali oldinda hayot bor. Mana shu sudda yutqizdidan iborat emas hayot. Hayotda yutqizib qo'ymaslik kerak. Qoqilish hammada bo'ladi. Yiqilish hamma yiqiladi. Muhimi tura olmay qolmaslik, turish kerak. Siz yiqildingiz, qoqildingiz, hammada bor bunga o'xshagan qoqilish shu yigit kishining boshida. Xato bor hammada. Lekin o'rnidan turish uchun o'sha xotinning orqasiga, ishtoniga berkinmaslik kerak. Endi do'stlar, bularni zapal videosi chiqib ketgandan keyin men chiqib buni tarqatmanglar. Bu fahsh, zino masalasiga aloqador narsa, tarqatmanglar. Sud o'zi ko'rsin, boshqa shunga o'xshagan gaplarni gapirsam to'palan bo'lib ketdi. Eng og'ir vaziyatda e'tibor bering. 98% odamni hissiyotini o'ynab tayyor qilib qo'yishgan blogerlar. Tayyor 98% odam Gulira'noni allaqachon to'marisga chiqarib bo'lgan. Allaqachon. Butun boshli ichki ishlar tizimi bilan o'zi yakka kurashayotgan to'maris. O'sha paytda chiqib gapirdim men. Noto'g'ri bu deb. Endi tasavvur qiling. Butun mana shu fikrga aldangan odamlarning nishoniga turdim men. Menga boshlandi hujum. To'laganib degan anu gemoroy chiqib olib baqir-chaqirni boshladi. Kuchanib. Bu yoqdan Otabek Jo'rayev, bu yoqdan Sirojiddin Media darrov boshlashdi. Mana zakazga chiqdi Abror, zakazga chiqdi Abror. Bir jamoa bir jinoiy faoliyatni qilib yurgan bo'lsa, ularning jinoyatini fosh qiladigan odam zakazga ishlaydimi? Zakazga ishlashi mumkin, faqat u zakaz Alloh subhanahu va taoloning zakazi, payg'ambar alayhissalomning zakazi bo'lishi mumkin. Jinoyatchiga qarshi tur degan zakaz bo'lishi mumkin. Qarshi turdik. Endi qarang. O'shga safarimiz bo'lib qoldi. O'shga to'g'ridan to'g'ri samolyot uchamiz dedik, boshqa bo'ldik. Aylanib o'rgilib Anjongacha mashinada borib, samolyotda borib, Anjondan keyin mashinada o'tadigan bo'ldik. Shunga to'g'ri kelib qoldi. Borganimizdan keyin,
Ertalab soat 10da sud. Bo'lmasa kiramiz dedik. Sudga kirdik. Sudda vaziyatni ko'rdik. Chiqqandan keyin hech qanaqa tarafga bosmasdan bo'lgan hodisalarni gapirib berdim. Sudni qanday tahlil qilinadi? Jurnalist qanday bo'lish kerak? Guli Ra'no nima savol bo'ldi unga, nima javob beryapti, qayerida? Masalan, har qanaqa gapga javob beryapti-da, har qanaqa gapga. Misol uchun advokat so'rayapti. Xo'p, sizlarni urib yechintirgan ekan, qurbonlarni o'sha joyidagi o'sha anvar rezinkani kim taqib qo'ygan unda? deb so'rasa, bu ayol kishi javob beradigan savol emas-da bu. Indamaslik kerak, bu hayo qilish kerak. Lekin aytayaptiki, men qattan bilay o'sha a'zos kimga taqib qo'yganimizni o'shandan so'rang deyapti. Va davomida aytayaptiki, u salfetga ham bo'lishi mumkin deyapti. Shularni gapirdim. Bo'lgan savol javoblarni hammasini o'rtada turib jurnalist etikasiga amal qilib gapirdim. Endi chiqqandan keyin Siroj chiqib olib, ana Abrorga kim zakaz qilyapti? Abror nimaga diniylashtiryapti? Abror konstitutsiyaga amal qilmaydi. Abrorimish Afg'onga ketkizib yuborish kerak. Mana shunaqa gaplarni qildi Siroj. Nimaga bunaqa bo'ldi desa, mana shu joyda do'stlar, ular sud jarayonlarini yoritmasdan xalqni aldab kelgan-ku. Men chiqib sudni haqiqiy nima bo'layotganligini aytdim-ku. Bular uni tan olish o'rniga Abrorni loyilashga harakat qilishdi. Natija nima bo'ldi? Do'stlar, bu fahsh zino ishi edi bu. Zinoni nahsi bo'ladi, nas deyiladi. Nas hammaga uradi. Siroj mediaga urdi shu. Qurbonaliga zotan nas urdi. Bu nas Guli Ra'noni o'ziga ham urdi. Direktorlardan ketdi. Hozir boshqa joyga borib direktor bo'lamansa, o'ta to'polon bo'lyapti. Bog'chaga mudir qilib qo'yishgan uchunmish. Ey o'zbek xalqi, Guli Ra'no Qosimova qayerda ta'limga tegishli masalalarga ishga borsa, borib norozilik bildiringlar. Bolalaringizni bunaqangi axloqi, ma'naviyati, ya'ni chala-chulpo bo'lgan odamlarning qo'liga bermanglar. Sizlarni nomusiylar, vijdoniylar hisoblanadi. Shu xotinni ishga qo'ydirmaslik. Bu xotinni ishga qo'ydirmaslik kerak. Buni o'sha zinosi nasi urdi bularni. Zino to'shakning ichidan tortib oldingmi? Yo, sen ikkaloving ikkita a'zoyingni bir-biriga shunaqa qilganingni ko'rmaganmiz. Lekin senlarni yalang'och bir joyda o'tirganingni ko'rdik. O'tda biz zino qilmayotgandik. Ha, karta o'ynayotganmi deylar. Yo, bilyard o'ynayotgandilarmi? O'shani zino deyiladi bizning tilimizda. U zinoni turlari bor. O'pishsang ham zino bo'ladi. Uni nasi urdi. Bu advokati bor edi, yosh yigit ekan, Samarqandlik. Endi boshlagan ishini. U ham shu narsaga aralashib, o'sha Otabek Jo'rayevlarga aralashib, o'shalarni mavzusini ko'tarib, ularni nima desa quloq solib yurib, u ham litsenziyasidan ayrildi. Nasi urdi. Endi do'stlar, biz ularga o'xshab xalqni ijtimoiy fikrini shakllantirishimiz kerak degan fikrdan uzoqmiz. Xalqni ko'zi ochiq. Kimdir uni fikrini shakllantirishlikka muhtoj emas. Aldanib qolishimiz mumkin ora-orada. Lekin bitta teshikdan 2 marta chaqilmaslik kerak. La yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratayn degan hadis bor. Mo'min bitta teshikdan 2 marta chaqilmaydi. Bitta teshikka qo'lingizni tiqsangiz, chayon chaqib oldimi? Yana kelib o'sha joyga qo'lingizni tiqishingiz bu mo'minlik emas bu. Bir marta xato aldanishimiz mumkin. Endi sud qanday bo'ladi? Sudning hukmiga aralashmayman-da. Ichki ishlar xodimlariga nima xulosa beradi, kassatsiya nima xulosaga keladi, men aralashmayman. Lekin meni shu hodisalarda talabim bor. Xalq, men xalqning bir vakiliman, men ham deputat emasman. Xalqni bir ichidagi shaxsman.
blogerlarni, mana shu mavzuga aralashgan blogerlarni arizasini olish kerak. Ularni tushuntirish xatini olish kerak. Aldagan bo'lsa, aldaganiga javob bersin. Tuhmat qilgan bo'lsa, tuhmatiga javob bersin. Yolg'on ma'lumot tarqatgan bo'lsa, unga javob bersin. Javob bersin. Javob bersin. Xalq deganda faqat Guli Ra'no tushunilmaydi. O'sha Guli Ra'nolarni yosh qizni zo'rlagani olib kirdi degan chaqiruv bilan borgan odamlar ham xalq. Ularni obro'siga tajovuz qilindi. Ularni zulm qilishlikda ayblandi. Ularning oilasi yo'qmi? Ularning ahli ayoli farzandi yo'qmi? Nomini aytayapti mana Guli Ra'no, falon nomdagi, piston nomdagi odamlar deyapti. 9 ta xodimni. Ular xalq emasmi ular? Endi mana shu joyda sud tizimi o'zi mustaqilligini ko'rsatadi inshaalloh. Lekin Guli Ra'no va uni atrofidagi shaykalariga qonuniy chora ko'rilmasa, qonuniy baho berilmasa, bunga o'xshagan ishlar ko'payib ketadi. Yana bittasi chiqadi shunaqa ish qilib, yana shantaj qiladi, yana yig'laydi, yana Saida Mirziyoyevni deb qichqiradi, baqiradi, boshqa tizimlarga bosim o'tkazishni harakatini qiladi. Xalqni aldashga harakat qiladi. Buni oldini olish uchun, mana shu hodisalar qayta takrorlanmasligi uchun Guli Ra'no Qosimova va uning atrofidagi mana shu ishga aralashib yolg'on axborot tarqatganlarga jiddiy qonuniy chora ko'rish kerak. Statiyasi bo'lsa, statiyasi bilan ko'rish kerak. Bu joyda hech qanaqa inson huquqlari buzilayotgani yo'q. Chetda asosan o'sha gey tuz kutib o'tiribdi, nima bo'larkin deb. Guli Ra'no, seni sotgan gey tuz bo'ladi. Sen o'sha hamma narsa yopilgan edi. Seni farrosh deb rasmiylashtirishgan edi. Farrosh g'oyasi Qurbonalidan chiqqan edi. Sen rozi eding shu narsaga chiqib ketishlikka. Erimga aytmang, meni o'ldiradi, erim bilmasin degan eding o'sha kunlari. O'sha bo'layotgan hodisalarda. Seni ha bo'pti endi bular nima qilgan bo'lsa qilgan. Qo'yvorlaring bo'ldi arizasini olib qilib chiqarib yuborgandan keyin sen uyingga sig'may qolding. Sandan oldin tarqab bo'lgan edi. Uchastkovoy deding o'zing. Uchastkovoy mahallada hammaga gap tarqatibdi shunaqa deb. Asli gap tarqab bo'lgan edi. Sen o'tda karta o'ynamayotganingni hamma bilgan edi. Va uyingga sig'may qolding. To'polon bo'lgan. Seni uydan haydashgan, senga nisbatan og'ir chora ko'rmoqchi bo'lishgan, qochgansan. Qurbonlarni kelib urushgan. Va shu to'polon bo'lib ketgandan keyin sen to'pikdan chiqish uchun video qilgansan yuzingni berkitib va ijtimoiy tarmoq faollari menga yordam bering deb video qilgansan va buni Eltuzga jo'natgansanlar. Eltuz bu videoni qo'ygan. Men o'sha videoni yaxshilab ko'rdimda, videoda timsoh ko'z yoshlari %100 ko'rinib turibdi. Yolg'ondan yig'i bor, o'zini anaqa qilib ko'rsatishga urinish bor. Ochiq aytayapti Guli Ra'no o'sha videoda. Men deydi xalqning ichida deydi jalaba bo'lib nom qoldirib qolishdan qo'rqaman. Shunaqa bo'lib qolaveramanmi deyapti. O'shanaqa ishni ichida ekanligini e'tirofi bu. Kriminalistlar, kriminalist yo'q-ay? Kriminalistlar. Ne usullari bor. Bir ayol urib yechintirilgan bo'lsa, yalang'och paytida yuzini bekitishligi tabiiy holat. Lekin kiyinib to'la to'qis kiyinib olgandan keyin nimaga yuzini bekitadi? Savol. Kiyinib olgan-ku. Agar u urib yechintirilganda edi, kiyinib olgandan keyin yuzini bekitishmas edi. Yana bitta nuqta sizlarga. O'rganinglar ishonmasanglar. Kiyinib olgandan keyin yuzini berkityaptimi? Demak, bunda yuzi qizaradigan ishni qilgan u. Yuzi qizaradigan ish bilan qo'lga tushgani uchun kiyinib
olgandan keyin ham yuzini bekityapti-da. U ma'lum bo'lib turibdi. Undan tashqari advokatlardan ba'zilari so'radi. Shu men hozir aytayotgan narsalarni so'ragan. Bularga jinoiy bo'lsa jinoiy javobgarlik tortilsin. Ayniqsa Otabek Jo'rayev, Otabek Hamidov, Sirojiddin Mediya. Mana shu uchchalasi shayka bo'lgan. Shu xotinning orqasidan pul olmadik, yolg'on. Olmagan taqdirda ham bu rezonans bergan hodisa-yu, butun xalqni aldashib, butun xalqni hissiyotiga o'ynashdi-yu. Bu videoni olib chiqsa, boshqa murojaatchilar shularga murojaat qiladi. Mana shuni pul deyiladi. Boshqa harakatlar ham 10 milliard so'm, 10 milliard so'm uşerb talab qilishgan. Ma'naviy uşerb. Ulardan umidlari bo'lgan va mana shu pul uchun shu xotinni mana shu qilgan noto'g'ri ishlarini oqlab hissiyotga o'ynagani uchun blogerlarga javobgarlik ko'rib chiqilishini talab qilaman men ham. Ichki ishlar tizimi %100 isloh bo'lgan, hammasi zo'r deya olmaydi hech kim. Ichki ishlarda xatolar bor. Islohotlar davom etyapti. Bir qancha rahbarlar joylari o'zgardi, almashdi. Korrupsiyaga qarshi qattiq kurash ketyapti, ko'ryapsizlar. Korrupsiya jamiyatni eng ya'ni chiritadigan omil. Uni oldini olish kerak. Zo'r yo'l ketyapti. Shu bilan birga jinoyatchilikka ham qarshi jiddiy chora ko'rilishi kerak. Nima demadinglar? Endi biz ham buni gapirishimiz kerak. Tarqatinglar, odamlarga aytinglar, yetkazinglar. Mutasaddilarga yetib borsin bu. Hurmatli mutasaddilar, xalqimizni tinchligi, shantajga aldanib qolmasligi uchun mana shu hodisada, Gulira'no keysida kim nima yolg'on informatsiya tarqatgan bo'lsa, chiqib xalqdan uzr so'rasin. Ular o'sha agar u jinoiy malakalanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilsin. Ma'muriy bo'lsa, ishtirofini to'lasin, xalqdan uzr so'rasin. Endi ichki ishlar xodimlari xizmat vakolati doirasida xato qilgan bo'lsa, uni sud bahosini beradi. Lekin bizni butun boshli xalqni aldagan mana bu to'da shaykalarga javobgarlik bo'lish kerak. Agar javobgarlik bo'lmasa, jinoyatga javobgarlik qila olmagani uchun davlat zaiflashadi. Butun boshli strukturaga ta'sir qiladi. Davlat davlatchiligini ko'rsatish kerak. O'rni kelganda stolga mushtini urish kerak. Shuni tarafdoriman. Qisqaroq gapirmoqchi edik, manzilga yetib keldik. Savol javob qilib tursak bo'larmikin? Yarim soatcha vaqtim bor ekan meni. Nega davlat buyurgan gapni gapirasiz? Muhammad Aminov, Kamron. Yo'q, unaqa tuhmat qilmang. Tuhmat qilish yaxshi emas. Bir odam o'zi bilmagan, ko'rmagan narsasini tuhmat qilib bemalol gapiraversa va men qo'lga tushmayman-u, men tuhmatni yozaveraman desa, bu o'sha odamni tomirida harom qon borligiga dalil. Otasini qoni emas, boshqa odamning qoni borligiga dalil degan bizni islom falsafamizda shunaqa gap bor. O'shani bildirib qo'yasiz. Zakazmish. 99% odamni aldab turgan, ko'rib turib indamasdan ketgan odam zakazga indamay yurgan bo'ladi. Zakazga qaramasdan odamlarni negativ fikrini bo'lishini bila turib gapirgan odam zakazga emas. Bo'lishi mumkin, bu ham zakaz bo'lishi mumkin. Allohning zakazi dedik, yuqorida aytdim men. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning zakazi bo'lishi mumkin. Biz shuni e'tiborga olamiz. Tushundingizmi? Xo'p.
izohlarni o'qiymiz. Nima demadinglar? Assalomu alaykum domla. Men Islomshunoslik akademiyasida o'qiyman. Kirishimdan maqsadim sizdan dars olish edi. Lekin kirganimdan keyin qarasam dars bermas ekansiz. Shunga savolim, nega hozir dars bermaysiz? Rasmiy ishlardan chiqib ketganman, ishlamayapman. Tijoriy o'zimni ishlarim bilan mashg'ulman. Endi doktorskiy mavzusini olib doktorlik yo'qlash rejamam bor. Nasib qani xudo xolasa. Domla Mahbubiy kim? Qadimda Mahbubiy nomi bilan Sulton Sulaymon she'rlar yozgan. Hozirda Mahbubiy nomi bilan men qalam tebratib turaman o'zim. Muslima 1701 talab qilamiz, biz ham xalqni aldashgan. Xalqni aldash qimmatga tushishligini ko'rsatish kerak. Xalqni aldasa bo'laveradi degan fikrga borib qolmaslik kerak odamlar. Xo'p, avvalam aytdim, men haqimda video qilsa YouTube'da prosmotr ko'p bo'ladi. Shuni e'tiborga olib, hamma sharmandachilikka rozi bo'lib bo'lsa ham, nima sharafsizlikka rozi bo'lib bo'lsa ham, men haqimda video qiladiganlar bor, topilaveradi. Ular meni tek qilsa, meni gapirsa, prosmotr ko'p bo'ladi. O'shani Anvar Ikromovich degan gadoy, tilamchi, ya'ni ma'naviy yetimcha. Men haqimda yana qo'yib yotibdi o'zini tilyog'lamachiligini qilib. Yuzma-yuz kelishga aqli ham yetmaydi, menimcha tizzasi qaltiraydi. Menimcha pampers kiyib yuradi, shunaqa odamlar ular. Gadoy, yetimcha, haromdan bo'lgan odamlar. Abror Muxtor Aliga ya'ni atab video qilsa, prosmotr ko'p bo'ladi. Davom et. Bir kun albatta hisob-kitob qilamiz. Qocha olmaysalar. Domla xodimlar qonuniy harakat qilgan ekan. Xodimlar qonuniy harakat qilgan, sudda bular kassatsiya bergan, Gulidano Qosimovalar 9 ta xodimni ham harakatlari noqonuniyligini bahosini bering degan sud yo'q, 9 ta xodimda noqonuniy harakat bo'lmagan deb xulosa bergan. Shu xulosani qo'llariga olgandan keyin ham Siroj Media bilgan, Otabek Jo'rayev bilgan, birortasi chiqib xalqqa aytmagan. Bularning harakatida noqonuniylik topilmadi deb aytmagan. Tarafkashlik shundan ko'rinib turibdi. Ular tarafkashlik qilgan. Biz aralashib sudni yoritish qanaqa bo'lishligini, Feruza aralashib sudni har kirganda yoritib berdi. Xolis qanday nima bo'lsa yoritib bergandan keyin bular barmog'ini tishlab qoldi. Keyin maqsadi bizga qarshi urushni boshladi. Otabek Jo'rayev o'sha xodimlarni bittasini dadasini videosini olib mast holatida o'sha videoni tarqattirdi. U videoda u mast holatdagi amaki faqat falonchi haromi bo'lgan, men boqib olganman deb ishga aloqasi hech gap yo'q. Faqat shunaqangi oilani ichidagi masalani ko'targan va Otabek buni qo'ygan. Otabek Jo'rayevni bolasi yig'lab chiqqani videosi, xotini chiqib gapirgani, begona bir xotinni eri meni xotinim bilan birga kirib yashab oldi bular, men taloq bermaganman, nikohlab oldim deb yashayapti deb chiqqan videolari tarqaganda men kerak emas degan edim. Lekin Otabek o'zi meni mana shunaqa tariximni ko'tarib qo'yyapti bular.
deb turib 9 ta xodimni ichidagi bir xodimni dadasi men boqib olganman degan bitta alkash odamni gapini olib chiqib qo'ydi. Bu Otabeklarda unaqangi nomus, unaqangi vijdon, andisha degan narsa yo'q bularda. Birovi xotinini borib nikohimga oldimman deb uni kaptivasini minib yurgan odamlar bular. Shuni gapiga ishonadi, shunga murojaat qilib chiqadigan odamlar. Yana bitta narsani aytay do'stlar. Har doim murojaatchi haq bo'lavermaydi. Haq bo'lishi ham mumkin, lekin har doim haq bo'lavermaydi. Nimaga buni aytyapman? Kimdir ichki ishlarga ish tushadi, oldi berdiga ish tushadi. Birovdan haqqini ola olmaydi. Bu murojaat qilsa, bu haqqi surishtirish kerak, bunga yordam berish kerak. Lekin ba'zi odamlar bor, birovni haqqini yeb ketgan. O'sha haqqini yeganligi uchun ichki ishlar uni tortib birov haqqini undan olib bergan bo'ladi. Bu birov haqqini yegan jinoyatchi endi blogerga murojaat qiladi. Bloger bu jinoyatchini qahramon, tomaris qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Undan pulini oladi. Har bitta murojaatchi ham oqmas. Ichki ishlar masalani ko'rish kerak bo'lgan mavzuni ichki ishlarga murojaat qilmasdan Otabek Jo'rayevga o'xshaganlarga, o'sha anavi Gemroy To'laganovga o'xshaganlarga murojaat qilayotganlarda nimadir bor. Ularni o'zida nimadir bor. Shuni esdan chiqarmang. Har bitta murojaatchi to'g'ri bo'lavermaydi. Antikorrupsiyada bitta yumaloq odam bor ekan, nomini bilmayman. Mana shu murojaatchilar nimaga bizga murojaat qilyapti, ichki ishlarga emas? Bu joyda adolatsizlik borligi ko'rinib turibdi, deyapti. Sen qayerdan bilasan adolatsizlik borligini? Bu Gulranoga o'xshagan yig'lab timsoh ko'z yoshlari bilan aldayotgan bo'lsa-chi, bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ichki ishlarning ishini ichki ishlar qilish kerak. Domla qimordan yutib ehson qilsa bo'ladimi? Yo'q. Innalloha tayyibun yuhibbu innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyib degan hadis bor. Alloh taolo pokiza zotdir va faqat pok narsani qabul qiladi. Bir odam o'g'irlik qilar ekan. O'g'irlik qilib ehson qilar ekan. Shunda bir imom, nimaga bunaqa qilasan desa, men Alloh bilan savdolashaman debdi. Qanaqa savdolashasan? Alloh taolo bitta ehsonga 10 ta savob deganmi? Ha degan. Bitta o'g'irlikka bitta gunoh deganmi? Ha degan. Men bitta o'g'irlik qilib, bitta gunoh ishlayman. Ehson qilganimda 10 ta savob olaman. 9 ta savob menga qoladi debdi. Desa imom aytgan ekanki, Alloh taolo faqat pokiza narsalarni qabul qiladi. Sen bitta o'g'irlik qilganingda bitta gunoh qilyapsan. Ehson qilganingda biror dona savob yo'q, Alloh qabul qilmaydi. Bu joyda sen 1-0 yutqizyapsan degan. O'g'irlik, harom xarish, bunga o'xshagan narsalar bilan ya'ni ehson qilib bo'lmaydi. Balki ehson qilib savob olaman desa, dindan ham chiqib qoladi. Qo'lingizga harom pul tushib qolsa, undan qutulish kerak. Uni ehson qilib olish kerak emas. Qimordan yutib oldingiz, nimadir qimor o'ynadingizda, kallangiz aynib. O'sha pulni ehson qilib olaman desangiz, odam kofir ham bo'lib qoladi. Nimaga haromni savob deyapti-da? Bitta e'tiqod masalasi bor. Xo'p. Domla ancha qarib qopsiz-ku deydi. Ha, qaridik dedi-ku, 50 dan oshdim. 50 dan oshdim. Soch soqolimizdagi oq. Faxrimiz. Qarilik nasib qilsin hammamizga. Men nima degandim? Kitobini yangi sonini chiqaring. Shuni o'ylayapmiz, to'xtatib chiqaramiz. Xo'p. Yana nimalar bilan gaplashsak bo'ladi? Menimcha vaqtimizdan bo'lib qoldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.
duolaringlarda eslab turinglar. Alloh haqdan ayirmasin. She'r aytib bering derishibdi. Qaysi she'r aytib beray? Waterloo'da xato qildi Napoleon. Jahongirni shu kun ketdi omadi. Mana necha yilki o'tsa ham zamon, uni qarg'amagan odam qolmadi. Temur payg'ambarlar qasosi uchun 70 ming insonning oldi boshini. Uni qarg'adilar xatosi uchun, hamon otmoqdalar ta'na toshini. 3-kupleti esimdan chiqib qolaveradi. Shu she'rni aytsam, onam Alloh rahmat qilsin, 3-kupletini aytib berardilar. Onamni aytib berishlariga ishqivoz bo'lib, 3-kupletni yodlamaganman. Endi onam yo'q, 3-kupletni ayta olmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.